oyijonisi aytyaptilar. Tushirib tashlay qolgin-la oyisi. Ha, tushirib tashlay. Dori iching bo'ldi deganlar. Dori iching. Sizni gapingizga kirib keyin pitaniya qilib yotdim. Alhamdulillah. Yaxshi. Da, homiladorlarim yozadi-ku, oyijonlar siz sababchi deb. Ular mana shunaqa vaziyatlar bo'lgan bo'ladi-da. Bitta misol, bu bolajonim ham mana aytgan ekanlar, "Уже bo'ldi, tushirib tashlay qolgin" deb. Lekin уже mana qon to'xtagan, bola yaxshi katta bo'lyapti. Bunaqa vaziyatlar oyisi ko'p bo'lgan. Hammasi, deyarli hammasi yaxshi tug'ib olishgan. Da. Keyin biza juda o'g'il bola. Nechta o'g'lingiz bor? Bitta o'g'il, bitta qizim bor. Bitta o'g'il, bitta qizlari bor. Yashang. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'ling. Uzoq yo'lga chiqaman deyapsiz-ku. Nimada ketasiz? Taksida?